Hammaga assalomu alaykum. Bugun magnitli pускatelni pusk va stop knopkalariga ulashni o'rganamiz. Magnitli puskatelimiz. Hop. Qaranglar. Qizil knopka bilan qora knopkani peremichga berilib, bitta kabel chiqariladi va har bittasidan mana qizil knopkadan bitta, qora knopkadan bitta kabel chiqarib olamiz. Mana tayyor. Va bitta tortish uchun, pitaniya uchun bitta kabel kerak bo'ladi. Pitaniyani bitta kabelini puskatelni A1 knopkasiga uramiz. Hop. Knopkamizdan kelayotgan mana peremichka tarafini mana peremichka tarafini mana 13-nomer 13-kontaktga ulaymiz. Hop. Qaro pusk knopkadan kelayotgan kabelni kichkina peremichkacha bilan 14-kontaktga ulaymiz. Peremichkachamizni mana kabelini A2 kontaktga ulaymiz. Qizil knopkadan kelayotgan ko'k kabel bu faza, tok. Buni pitaniyaga berilgan kabelimizga shunchaki ulab qo'yamiz. Bo'ldi. O'zimiz uchun страховка qilamiz. Tayyor. Kabelni pitaniyaga ulaymiz. Va pusk knopkani bosamiz. Mana. Stop. Pusk. Stop. Pusk. Stop. Hammaga rahmat do'stlarim. Videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.